Ana endi yetib keldik. Metanda yurasizmi? Endi 1-sentyabrdan boshlab metan zapravkaga kirish taqiqlanadi. Agarda sizda quyidagi muammolar bo'lsa, videoga oldindan like bosib, metanda yuradigan har bir tanishligi jo'natib qo'yasizlar. Birinchisi okela, mashinangizda texnik ko'rik tugagan bo'lsa va texnik ko'rikdan o'tmagan bo'lsangiz. Ikkinchisi, agar sizning mashinangizga qo'yilgan gaz balloni 15 yillik yaroqli muddat tugagan bo'lsa, o'sha holatda ham zapravka qilinmaydi. Uchinchisi eng muhimi, qayta sinov va apressovka muammosi bo'yicha bo'ladi. Ya'ni sizga qo'yilgan gaz ballonni apressovka muddati o'tib ketib qolgan bo'lsa, o'sha holatda umuman zapravka qilishmaydi va bu yoqga hamma narsa okila onlayn tarzda bo'ladi. Har bitta kolonkaning tepasiga alohida kamera qo'yiladi. Har bir kirgan mashina ba'ziga uriladi va o'sha 3 ta muammo bo'yicha ko'riladi. Muammo bormi? Demak, zapravka qilinmaydi. Apressovka bo'yicha ham xuddi shunaqa bo'ladi. Bitta joyga bordingiz, muddati o'tib ketib qoldi. Shunchaki ballonni chaydirib, oddiy dokument qildira olmaysiz. Uni ham onlayn tarzda endi bu yoqga registratsiya qilishga to'g'ri keladi. Apressovka qilingandan keyin gaz ballon uchun alohida QR kod beriladi. O'sha QR kod gaz ballonga yopishtiriladi va maxsus planshet orqali onlayn bazaga kirgiziladi. O'shandagina bularni bazasida ham o'sha narsa ko'rinadi va bular bemalol sizning mashinangizga zapravka qila oladi. Bu narsani faqat litsenziyasi va guvohnomasi borgina korxonalar qayta sinovdan o'tkaza oladi. So'ki negativli bo'ylab topilgan qonunga bo'lmasin. Chunki bo'ylab topilgan qonunlar inson uchun va xavfsizlik uchun bo'ladi. Chunki hozirgi kunda portlash oqibatlari ko'p. Bularga olib kelayotgan narsalar, noqonuniy sinovga qilinayotgan gaz ballonlar, yaroqli muddat tugagan gaz ballonlar, apressovka bo'yicha rosa muammolar, ya'ni hujjatda o'zini yozib berishadi, lekin ballon tekshirilmaydi. Aynan shu narsalarning oldini olish uchun shu qonunlar o'ylab topildi. Bu videoga like bosib, maksimal darajada tarqatib qo'yasizlar, chunki birinchi o'rinda albatta xavfsizlik bo'ladi.